Qo'limda ikki xil yoritish podsvetkalari. Ularning eng katta farqlarini hozir tushuntirib o'taman. Puldan yutasiz, yo bo'lmasa vaqtdan yutasiz. Bu ma'lumotlarni bilib olganingizdan keyin aniq ikkalasidan ham yutasiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladi birin-ketin bizani qahramonlarimizni tanishtirib o'taman. Ko'ryapsizlar, sim ulanadigan kontaktlari ludit qilingan, ya'ni qalaylangan hisoblanadi. Bunisida esa kontaktlari qalaylanmagan, ya'ni ludit qilinmagan deyiladi. Bu bizga juda ko'p holatlarda qiyinchilik, diskomfort va vaqtdan unumli foydalanishimizga qarshilik qiladi. Avvalambor ozgina kesib olamiz. Bilasizlar, har doim kontaktni o'rtasidan kesib olinadi. Mana shunda yarim kontakt bu yoqqa, yarim kontakt bu yoqqa bo'lishi kerak. Bunisidan ham ozgina kesib olamiz. Buni praktikada sinab ko'ramiz sizlar bilan. Bunda ham xuddi shunaqa. Yarmini etdan, yarmini betdan olamiz. O'rtada belgisi ham bor. Aynan mana shu ludit qilingan joydan kesib oldik. Endi bularni payalnik yordamida sim ulab ko'ramiz. Buning uchun payalniklarni ham to'g'ri tanlashimiz kerak. Bizda ikki xil payalnik. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. 60 vatt, 100 vatt, 30 vatt, 20 vattli payalniklar. Ammo hammasida ham bu svetodiodlarni payat qilib bo'lmaydi. Ya'ni kontaktlarni ko'chirish ehtimoli balandroq. Sal ko'proq payalnikni bosib olsangiz, ko'chirib olish mumkin. Shu bois agar sizda bunaqa 60 vattli payalnik bo'lsa, gradusini, temperaturasini kamaytirib ko'paytirish moslamasi bo'lsa maqsadga muvofiq. Agar yo'q bo'lsa, mana bunga o'xshagan 40 vatt yoki 30 vattli payalniklardan foydalanish tavsiya etiladi. Hozircha buni olib turamiz. Bu shundoq ham ishlatilgan, bu unisi yengiydi. Ishlatib tekshirib ko'ramiz. Qizigandan keyin mana bu yonyapti. Aytgancha payalniklarni ham iloji boricha mana shunaqa indikatori borligini olishni tavsiya qilaman. Sababi indikatorsiz payalniklarda u ishlayaptimi yo'qmi bilish qiyin bo'lib qoladi. Bir xil payt bizni ulimiz bo'ldi qizdirib qo'ydi deymizda, qizimaydi bilmay qolamiz. Mana hozir tutuni chiqyapti. Botirib olamiz. Qizigan qizimaganini ham bilish mumkin hamda tozalab olish mumkin. Uchi har doim toza bo'lishi kerak. Pichoqda tozalab olamiz, imkon bo'lsa, mana pichoqda. Juda ham nagar bo'lib ketadigan holatlarda bunaqa struchkadan foydalanish maqsadga muvofiq. Uni botirib olsak, uchlari tozalanadi. Mana simdan kesib olamiz. Simni ham qalini bo'lmaydi. Har doim ingichkarog'idan foydalanishni tavsiya qilamiz. Chunki podsvetkalarni uncha simga ulab bo'lmaydi. Payalligimiz qizigan bo'lsa, botirib olamiz. Sim uchini ludit qilishimiz kerak. Bo'ldi, mana tayyor bo'ldi, ludit qilindi. Bu holatda mana solishtirsangiz bo'ladi. Chunki podsvetkalarni payat qilganimizda osonlikcha bir-biriga ulashimiz uchun katta yordam beradi. Bu orqali biz tozalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Bu bizada ludit qilinmagan podsvetkamiz. Ludit qilish uchun mana bunaqa seri bo'lsa, juda ham bir noqulay vaziyat yuzaga kelyapti. Do'stlar, ancha vaqt ketkazyapti. Yopishmayapti. Sababi simni bunga payvandlash uchun birinchi buni ludit qilish kerak. Buni qizdirgan holatlarda ko'pincha temperaturasi ko'proq qizdirib yuboramizda, shu sababdan kuyib ketib qoladi. Endi tayyor ludit qilingan variantni ko'ramiz. Ludit qilingan kontaktlari osonlikcha payvandlandi. Bunda esa bizda biroz noqulaylik vaziyat yuzaga keldi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, bu ludit qilinmagan, ya'ni olvasi yo'q, toza, arzon podsvetka. Uni payat qilishda ham bir muncha qiyinchilikka duch keldik, ammo eplay olmadik, chunki bu juda ham diskomfort. Chunki men buni ishlatmaganim uchun ham payat qila olmadim. Sababi bu meni vaqtimni o'g'irlaydi. Endi esa tayyor olvasi bor, ludit qilingan, narxi biroz qimmatroq bo'lgan podsvetka ulashda hech qanday qiyinchilikka duch kelmadik, chunki o'zi ham mustahkam ushadi. Endi tanlov o'z qo'lingizda. Sizlar agar vaqtdan yutmoqchi bo'lsanglar, bu podsvetkani tanlaysizlar. Tayyor dujonnini. Puldan yutmoqchi bo'lsanglar, buni tanlaysizlar. Ko'p holatlarda elektriklarga aytaman-da, so'rayman. Jigar, nimaga bunaqa podsvetka sotib olding?
mana tayyori bor-ku, o'zingni qiynab nima qilasan san? Nima qilay endi klient olib kelib berganini qilaman deydi. Klientga qiziqtirmaydi. Sizlar qiynalyapsizlarmi yoki osonlikcha payt qolsalarmi, u odam tushunmasligi mumkin. Ammo siz professional usta sifatida har doim yaxshi mahsulotni, sifatli mahsulotni tanlashingiz kerak. Birinchi navbatda sifat, ikkinchi navbatda o'zingizga qiyinchilik tug'dirmaydigan mahsulot bo'lishi shart. Xulosa qilib aytganda, klient olib kelgan narsanimiz aynan sifatli va vaqtda tejaydigan mahsulotdan foydalanishni tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like, agar fikringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentar yozib qoldirishingizni iltimos qolaman. Ijodimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz faqatgina olg'a intilamiz, bosamiz. Charchamanglar.